Prezident topshiriq berdi. Jahongir Ortiqxo'jayev chempion tadbirkorlar haqida kitob yozadi. Ushbu loyihaga sportchi qaraydigan bo'lsak, unga kimlar kiritilishi kerak? Keling birgalikda ko'rib chiqamiz. Misol uchun Murod Nazarov uni biznes maydonidagi eng og'ir yuklarni oson ko'taradigan og'ir atletikachiga o'xshatish mumkin. U har qadamda tavakkal qilib O'zbekistondagi eng baland maydonlarni yuqoriga ko'tarmoqda va o'z sohasida yangi rekordlarni o'rnatyapti. Bu kitobga Bekzod Mamatqulov ham kirishi aniq. BNB Holding asoschisi nafaqat hayotda, balki yashil maydonda ham o'zbek biznesining oltin to'p sohibidir. Bekzod Akmalovich futbol yulduzlarini yurtimizga olib kelayotgan, qishloq xo'jaligida Yevropa darvozasiga chiroyli gollar urayotgan haqiqiy hujumchidir. Korzinka rahbari Zafar Hoshimov esa biznes ringining eng chidamli bokschisi. Chorak asrdan beri har qadamda iqtisodiy krizislar va raqobatchilarning dahshatli zarbalarini mardona qaytarib, o'z chempionlik kamarini hech kimga bermay kelayotgan tadbirkor. Ta'limda brend yaratgan Umid Eshmuhamedov har bir yurishini 10 qadam oldindan hisoblaydigan mohir shaxmatchi. Bu zamonaviy kasblar va yoshlar kelajagi degan murakkab taxtida strategik yurishlar qilib, minglab intellektual chempionlarni tarbiyalamoqda. Xo'sh, ushbu yangi kitobga yana qaysi tadbirkorlar munosib? O'z chempionlaringizni izohlarda yozib qoldiring.